Sistemli buzoqlardan so'ragan juda ham ko'p bo'ldi. Xudo xolisa aka-ukalar, yaxshi sigirliklar bo'lsa, qo'shib qo'ysanglar emaveradi. O'tga kirganlardan ham bor, faqat naslli, sifatli zo'rlaridan. Bir dona novvoschamiz bor. Xudo xolisa aka-ukalar, yetilganda 20 ta 30 ta xunajinni ichiga bemalol tashab qo'ysanglar, uruqqa ishlayveradigan. Orqa ketlari baland, haligi 300 kilo, 400 kiloda qatib qoladigan emas. Xudo xolisa nasldor semental udaridan. Imkon darajasida ma'lumotlarni to'liq beramiz. Videoni uzmasdan xotirjam o'tirib oxirigacha ko'ringlar. Andijon viloyat Shahrixon tuman. O'rta Sharxonga Ilhomjon Ibrohimjonlar mini fermasiga yangi partiyada buzoqlar kelgan. Xudo xolisa birma-bir ma'lumotlarni beramiz. Bir donadan laykni bosinglar, poddeshkada bo'linglar. Xudo xolisa sizlar uchun shunaqangi sifatli, muhimi sog'lomlaridan ko'rsatishda davom etamiz. Hafta kuniga payshanba 2026-yil, Xudo xolisa 15-yanvarda Ilhomjon bilan birga. Assalomu alaykum do'stlar aka, yaxshimisiz? Bizimiz aka yaxshi kelib oldingizmi obunachilaringiz aka? Barchasi. Yaxshimi aka, bu joylar dahshatlarni olib keldik, Xudo xolisa aka. Semental gibrid, Xudo xolisa bugun gibrid. Ko'pi gibrid aka. Gibrid haligi o'zini soni oz aka. Soni oz, sifati kuchli, Xudo xolisa. Sunajinda ostilarini qarang aka. Mana bir dona toza 100 ga 100 semental bo'lamiz bor. O'rganib qolgan. Nima kamayib ketdik? Aka topish oson bo'lmayapti o'zi. Topish toza bo'lmayapti. Eski partiyalar past tugadi aka. Xudo xolisa yangilari keldi, ko'rishingiz mumkin. 2 dona, bir dona sutemga bitta buqacham silyoskipa yeb qo'ygan gibrid, qolgan to'liq o'tga kirgan. Qo'shib qo'ysa bo'laveradi aka, sigirga ham qo'shsa bo'laveradi. Bo'lmasa video boshlayveramiz do'ston aka. Dastavkalar nima deydi? Dastavkalari vodiy bo'ylab dastavkalari ichida do'ston aka. Vohalarga ham chiqaramiz, faqat kelishilgan holatda, vohadan bo'lsa kartaga zakalatni tashab bersa chiqaramiz. Vodiydan bo'lsa bez zakalatdan tashab beraveradi. Xo'p, yemoq ichmog'iga, kasal yeyishiga, yeb ichishiga, oyoq qo'liga kasal tusali bo'lsa meniki. Molni mana shunday olib boramiz. Kasal tusalini topsa boshqasi bo'lsa meniki aka. Faqat yashur kasalligiga garantiya beramiz. U kasallik pashti yo'qolib ham ketdi do'ston aka. Qarang, 500 ming, 1 million tashasa zakalatini vodiy bo'ylab tashamasdan eshigiga yetkazib beraman. 1 so'm pulsiz a? 1 so'm pulsiz yetkazib beraman aka. Semental ishqibozlari bormi mana? Sementalni tozasidan aka. Toza qonligi. O'zim ham so'rayapman, sutemgisini 10-15 kunlarni kerak bo'lsa 20 million narx aytishib yuboryapti. To'g'ri. Shoxli variantidan aka, bu aybga kirmaydi. Yeb ichisiga, sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiyasini beraman aka. Bu joy Xudo xohlasa dahshat. Pachka narsa ekan. Nimani bersa o'pirib tashlaydi. Orqalari pachka bo'lib yotibdi aka. Bu turishini qarang janovarda. Oyoq qo'llariga e'tibor berib qo'yasiz. Oyoq qo'llari vo'shin baquvvat. Sifati ham hamma yo'g'i yaxshi holatda. Xudo xolisa toza qonli. Toza qonli aka, Xudo ishlaydigan ekan bu, qarang. Uruq ishlaydi qon. Mol ko'rishsa aka, bu belini qarang, belini aka. Zo'r. Mana. Bunimiz aka 7 oylik. 7 oy. 7 oylik. Bunga sherik bor, 6 oydan o'tib qolgan, bu ham past 7 oyga borib qoladi dedi. Gibrid aka. Sherik qilishib olsin-ni. Bu xunajin bu? Xunajin u. Xunajin. Hali imkon bo'lsa bir chiroyli zagon qilib qo'ysa ikkalasiga bitta, to'g'rimi? O'simiga ham foyda bo'ladi, Xudo xolisa. Orqa ketlari yaxshi, bo'ylari 1.20 chiqadi buniki. Aka o'lchab beraveramiz, alohida videolari bor. Endi biz aytib turib olib 1.20, 1.15 desak bo'lmaydi. Bu zavodskoy to'qolmi bu? To'qol aka u. Zo'r. Mana sut yo'nalishida boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana tavsiyamiz. Xudo xolisa haligi 5 litr, 6 litr beradigan emas, bir 20 litr, 30 litrni ko'zlagan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana tayyor ko'chatidan. Faqat qarorga ham bog'liq-ku. Qarashga ham bog'liq aka. Lekin nimani bersa, yeyoradi. Atkas qilmaydi Xudo xohlasa. Xudo xolisa. Xo'p, uka, narxlarni nima deysiz? Yurishlarni ham bir qator ko'rsatib beraylik-da do'ston aka. Mana aka, ikkosi ham sog'lomligi zo'r. Gap yo'q. Narxlari aka, gibridga 20 million 500 deyapman xunajinga. Novvosga 24,5 deyapman aka. 24,5. Jupini olgan odamga aka 44 million kamini qilib beraman. Bir joyga olsa. Kami bor, xudo. Kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor aka. Xudo xohlasa, bu bezalkachi. Yakkalabga buqamiz 24,5 million aka. 24,5. Xunajinimiz 20 million 500 ming. 20 million. Zo'r. Xudo xolasa aka-ukalar, pachkasidan, nasldoridan, sifatlidan desanglar, mana sizlarga tavsiyamiz. Xo'p, jupiga olsa aka. Jupiga olsa 44 million vodiy bo'ylab dastavkasi. Toshkentga. Kecha yordam qilasizmi yo'l kelishamiz aka, aloqaga chiqishaversin. Xudo xolasa yordam qilib, uylargacha sog' salomat yetkazib olib borib beramiz. Alishdan bu aka, shox kuydirilmagan. Tozasidan. Zo'r.
Yurishini qarang bu jonivorni. O'zini o'zi maqtaydigan ekanda bu. Aka yeb ichdilar, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. Qisaqanti yo'q. Buni turishini qarang jonivorni. Necha oylik bu uka? Aka bunimiz 5 oylikga olishsin. 5 oylikka menimcha yaxshi natija bu o'ylari. Xudo xohlasa zo'r aka. Bu ashalik 1.60, 1.70 bo'ladiganlardan-da inshaalloh, ha. Baqsa bo'ladi hammasi ham aka. Gapi. Yaxshi qarasa bo'ladi. Oyoq qo'li uzunida. Sifatli. Mana mol. Yurgizavering bu yerga. Xo'p, xunajin so'raganlarga va Xunajin ishqibozlariga sut yo'nalishiga ketaveradi aka. Xo'p, ko'mashlarni bo'g'ozini necha pul deydi? Aka bo'g'ozni 50 ustida sotishyapti-yu. 50 millionga topsangiz topasiz, bo'lmasa yo'q. Endi 1,5 yil boqsa, ash holatga olib kela olammi? Bo'ladi, xudo xohlasa. 1,5 yilda misol o'rtacha mehnat qilsangiz 50 million topish juda qiyin, ha? Topgan topyapti-yu, lekin Topgan topyapti aka, endi hammasini bitta bu bilan muzlab qolmaydi. To'g'ri. Ikkita tashab qo'ysa aka, yaxshi bo'ladi yana ham. Gap yo'q. Mana, yurish turishlari. Shunaqa bo'g'oz sigir qilib sotsin, to'g'rimi? Foyda qilsin. Bo'g'oz qilib sotsa ham aka, endi avvalo yaxshi niyatda olishsa aka, hamma ham foydaga kiraveradi. Shu paytgacha birov mol boqib ziyon qilmagan. Gap yo'q. Molni ko'ryapsiz, sifat kuchli, orqalari pachka. Narxi ham yengil. 15 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. 15 million 500. Yana kelishamizmi? Yo 15 million deysizmi? Kelishamiz aka, aloqaga chiqishaversin. Ha, bitta shundan tushunchi uka. 15 million 200 qilib berishsin do'ston aka. 200 ga endi qo'ying endi uka. Sizni qo'lingiz ushadimda. Bo'ldi 15,5 million aka dastavkasi ichida. 15,5. 15,5 million. Dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab. Ana ukalar, xudo xolasa. 3 oylik gibridimiz do'ston aka. Xunajin. Bu xunajin turishini qarang, jonivordi. Chiroyliligini qarang. Yurish turishi, sifati hamma yo'q yaxshi holatda. Orqa ketlari baland. Sut yo'nalishda boqaman deganlarga gibrid. Gibrid variantidan, dahshatidan aka. Sementalga nima gibrid endi? Sementalga shved. Shved, ha? Zo'r. Bir 80% sementalga tortdi. 80% tortgan aka, sementaldan tushgan mana. Ostilari ham aka, o'shim dahshat. Gap yo'q. Xunajinni ko'rib pul berishaveradi aka. To'liq o'tga kirganmi bu? To'liq o'tga kirgan, silyoska pay yo'radi aka, behijolat. Sog'lomligi, yurish turishi mana oyoq qo'llari hamma oyoqlariga ham ahamiyat bering, baquvvat narsa, unaqa ingichka narsa ham emas aka. Zo'r. Xo'p, pulini aytaylik endi. 13,5 deylikmi aka? Yaqin qilib ayting, sotaylik. Buni qarang. 13 million berishsan, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman mana aka. O'zingiz ham dastavkasini qilib berasiz. Bo'ldi 13 million aka. Yana kami bormi? Kelishtirib beramiz. Beramiz. Bo'lsa yana kami bor aka-ukalar. Go'zayni ko'ryapsiz aka, sifat bo'yicha kuchli. Muhimi to'liq o'tga kirgan. Mana sigir yo'qlar. 13 million. Noldan sigir. Orqalarini qarang, orqalari ham hali ingichka narsa emas. Mana pachka bo'yapti aka, bir xilda. Endi buqacha ishqibozlariga bir dona gibrid buqamiz bor aka. 2 oylik bo'lgan. Sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Bu buqani qarang. Jonivor. Bu ham gibrid, ha? Bu ham gibrid. Bugun gibridlar dedim aka. Mana o'ynab turadi jonivor. Turishini qarang. Sifatlari yaxshi, xudo xolasa aka. Sifat zo'r aka, xudo xohlasa. Bu bayliqda turmagan ekanda bu, ha? Bayliqda turmagan narsa. Zo'r. Hozir silyos kepak yeydi dedingiz-a buni? Silyos kepak yeyoradi, sigirga qo'shsa ham bo'laveradi aka. 2 oylik bo'ldi. 2 oy. 2 oy. Shoxlarni kuydiradigan payt keldimi? Rosa kuydiradigan payti keldi aka. Zo'r. Mana. Uzunligi, sifati hamma yo'q yaxshi holatda aka-ukalar. Gibrid ham aka, hazilakam bo'lmaydi. Gibrid ham kuchli aka. Narxi ham ja baland emas, narxini ham chiroyli qilib beramiz. Dastavkalarni qilib beramiz aka. 12,5 million. 12,5. Tozasi bo'lsa 16, 17, 18 deyishyapti aka. Mana 12 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ketdi. Men siz bilan tortishmay deb turib 12,5, 13,5 demadim do'ston aka. Bugun tortishadigan kunimiz ekan. 12. Barakatli. Mana aka. Endi haligi hashaki mollarga solishtirmaysizlar, narxini ham. Aka, hashakisini ham bermayapti novosini. To'g'ri. Bo'zaydimi orqalarini bitta ko'rsating, haligi ariq turuq bo'zay emas. Bu orqalarini qarang aka. Buni, pachkaligini. Dahshatidan. Bir dona sutemgi bor do'ston aka. Bu ham novoschami? Xunajincha. Xunajincha. Ko'paysin. Bu aka
Mana. Oq kiprik, oq tumshuq. 90% tortgan desangiz ham bo'laveradi mentalga. Bu ham Buni qarang. hibrid. Buni qarang aka. 20 kunlik. 20 kunlik. 20 kunlik. Bo'ldi, shekilli. Buni qarang jonivor, chiroyliligini qarang buni. Zo'r. Sifatlari yaxshi, oyoq qo'llari sog'lom, xudo xolisa bo'ladigan narsa. Orqa ketlari bor. Narxini aka baland aytdimiz Doston aka. Aha. Bularni o'zi egasi menga 10 million ustida aytdi. Hali yashirishdi kerak, yo'q. Bugun olib chiqdim 10 million ustida narx aytdi. 10 million aytdimiz, pastroq aytamiz. Maqsad sotish aka. Ozgina o'tib beraman xayriga. Xo'p. Mana. Nech pul aytasiz? Qo'lingizni bering, so'ramang faqat. Yo, yaqin So'raydigan bo'lmasin. Unaqa 10 million, 9,5 million narxlari yo'q. 9 million ham demaymiz aka. 8,5 million dastavkasi ichida vodiydan bo'lsa aka. bor deb qo'ying, tushunaylik. O'tib beraman aka. O'tib berasiz. O'tib beraman behijolat. O'zingiz ko'ryapsiz chiroyliligini. Mana. Tumshug'i ham, kiprigi ham oqidan, kallasi oqidan, xudo xolisa. Toza gibridlar aka. Xo'p, bugungi ishlar, ha? Bugungi shular Doston aka. Oz bo'ldi, bir pasasi gap bo'ldi. Ha, aka qo'ldan kelgancha yig'ishga harakat qilyapmiz aka, oson bo'lmayapti. Ha. Endi hamma yo'qda o'ziga yarasha mehnati bor aka. To'g'ri. Olishsin, baqishsin aka. Iloyim yaxshi niyatda olib sigir qilaman degan sigir qilib olishsin. Hoji ota, hoji onalarga ilindi aka, mana zo'rlaridan olib keldik qo'ldan kelgancha. Gap yo'q. Narxlari ham chiroyli bo'ldi, baland bo'lmadi aka. Mayli aka, qimmat bo'lsa, negativ bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham hamma o'zini aka nimasini, fikrini bildiradi. Fikrini bildiradi hamma. Bizda xafagarchilik bo'lmaydi. Lekin bo'zaylar sifatiga qarab, nasldorchiligiga, zotlariga qarab pul berishaversin aka. To'g'ri. Qimmat bo'lsa xafagarchilik yo'q. Aka-ukalar, bugungi shular. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Aloqaga chiqasizlar, Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlab turibdi.